Assalomu alaykum, men Xolidjon Nabiyev. Bu videoda biznes uchun yoki mahsulot uchun qanday nom tanlash kerak, ya'ni savdo belgisini tanlash kerak. Mana shu haqida aytib beraman. Video davomida siz bilan bu nom tanlayotganda qayerlardan ilhomlanish kerak, qanday nomlarni qo'ysa xato bo'ladi va bu tanlagan nomimizni avval ishlatilganmi, yo'qmi, qayerdan tekshirib olsak bo'ladi. O'zi nomni qanday turlari bor, qanday turlari dunyo bo'yicha ishlatiladi, mana shu haqida aytib beraman. O'zim 2019-yildan beri biznes yuritib kelaman. 2018-yil mana shu savdo belgimizni Inveyor belgisini o'ylab topganman. Mana shu belgini ishlatib kelamiz hozirgacha. 2020-yil M-daftar, keyinchalik uni 2022-yil Finmaster deb o'zgartirdik. Keyin 2023-yil Cipro ilovasini ishlab chiqdik va Cipro nomini berdik. Mana bu yili 2025-yil Zifra va Reka loyihalarini nomlarini o'zgartirib, mana shu yangi nomlarni qo'ydik va bu nomlarni ham men mana shu videoda aytib beradigan metodikalarimdan foydalanib o'ylab topganman va qo'yganman. Sizlarga ham aytib beraman. Savdo belgisi va korxonaning rasmiy nomi bu ikkalasi umuman ikki xil narsalar, ikki xil maqsad uchun xizmat qiladi, ikki xil joylarda foydalaniladi. Misol uchun Google kompaniyasi, Google kompaniya nomi emas. Google kompaniyasida gapiraman, bu savdo belgisi. Kompaniyaning nomi Alphabet. Alphabet Holding. Google bu brend, YouTube bu brend. Mana shu ikkala brend ham, ikkala savdo belgisi ham Alphabet kompaniyasiga tegishli. Misol uchun Facebook, Instagram, WhatsApp bular hammasi brendlar va bular Meta Platforms kompaniyasiga tegishli. Meta Platforms bu rasmiy nomi. Rasmiy nomini siz hech qayerda ko'rmasligingiz mumkin yoki ikkilamchi, uchlamchi joylarda ko'rishingiz mumkin. E'tibor beringiz. Misol uchun Fanta, Sprite, Coca-Cola, The Coca-Cola Company rasmiy nomi. Birinchi sanalgan 3 ta esa bular barchasi savdo belgilari, mahsulotning nomlari hisoblanadi. Agar savdo faoliyati bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizga Zifra ilovasini tavsiya qilaman. Zifra ilovasi bu aynan o'zimizni tadbirkorlar uchun ishlab chiqilgan, o'zimizni bozorni o'ziga xos tomonlarini hisobga olib, mana shu bozorga moslab ishlab chiqilgan savdo faoliyatini avtomatlashtirish dasturi. Optim savdoni ham ba'zi yo'nalishlariga to'g'ri keladi va barcha chakana savdo do'konlari uchun mo'ljallangan milliy tizim bu ishingizni avtomatlashtiradi, vaqtini tejashga yordam beradi tadbirkorni va albatta nazoratga, risklarni oldini olishga va ba'zi moliyaviy, hatto moliyani bilmaydigan odam qilib qo'yadigan xatolarni va shu xatolar tufayli yo'qotishlarga uchrashini oldini oladi. Sizga agar qiziq bo'lsa, quyida linkini qoldiramiz. Zifra.uz saytiga kirib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerdan telefon raqamingizni qoldirsangiz, mutaxassislar aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot beradi. Savdo belgilari 5 xil turga bo'linib ketadi. Qaysi bir turidan tanlab qo'yadigan bo'lsangiz ham bu xato emas. Hammasi o'zini vazifasi, o'zini afzallik va kamchilik tomonlari bor. Birinchi turi bu sohani, mahsulotni bevosita bildiradigan so'zlar. Burger King misol uchun burger tayyorlash bilan shug'ullanadi yoki ana shu sohani, mahsulotni bilvosita bildiradigan, ana shu sohaga assotsiatsiya bo'ladigan, lekin o'zi ma'nosi u sohani umuman bildirmaydigan so'zlar. Misol uchun Nike'ni oladigan bo'lsak, Nike bu Yunon afsonalariga ko'ra g'alaba ma'budasi. Bu sport kiyimlar ishlab chiqaradigan kompaniya Nike'ni olgan. Bu so'z o'zi sport kiyimni bildirmaydi, mahsulotni bildirmaydi, sohani bildirmaydi. Bu lekin sohaga, sportchilarga aloqador g'alaba bilan assotsiatsiya, mana shunaqa assotsiatsiya qilish mumkin. Uchinchi turi bu umumiy generik nomlar deydi. Ya'ni misol uchun sokka meva degan nom qo'ydingiz. Bu umumiy nomlar shunaqa. Meva qo'yish mumkin. General Motors deb qo'yish mumkin, motor ishlab chiqaradigan. Traktorga ham motor ishlab chiqaradi, stanokga ham motor ishlab chiqaradi, misol uchun mashinaga motor ishlab chiqaradi, tanklarga motor ishlab chiqaradi. General Motors. Bu shunaqa umumiy generik nom hisoblanadi. Keyin hayoliy, o'ylab topilgan nomlar. Google so'zi hech qanday ma'noga ega emas. Bu so'z hech qaysi tilda tarjimasini topa olmaysiz. Bu xayolan fantaziya qilib qo'yilgan so'z. Misol uchun bizda shu savdo faoliyatini avtomatlashtirishga mo'ljallangan Zifra ilovamiz ham, Zifra nomi ham hayoliy so'z. Mana shu kategoriyaga kiradi.
oxirgi turi, 5-turi ham juda ham ko'p tarqalgan. Bu shaharning nomi yoki shaxsning nomi, qandaydir joyning nomlarini qo'yish. Misol uchun Ford, Bosch, McDonald's bular insonlarning familiyalari. Mana shunday o'zimizda qandaydir bunga eskicha narsadek qaraladi, lekin bu butun dunyoda qo'llab kelinadigan metodika, bu oddiy holat. Dunyodagi eng yetakchi, eng birinchi McKinsey konsalting kompaniyasi ham familiya. Agar familiyani qo'yish ideyasi bo'lsa, bu yomon g'oya emas. Qo'yishni tavsiya qilaman. Misol uchun, sohaga aloqador nomlar. O'zimizdan oladigan bo'lsak, pay me, menga to'la degani, inglizchasiga paynet, to'lov tarmog'i degani, ikkalasi ham pay, ya'ni pay so'zi bilan, to'la so'zi bilan, to'lov so'zi bilan boshlanadi. Bular sohaga aloqador. iPhone avvalroq aytganimizdek, bular KFC ni qisqartma so'z bu. Kentucky Fried Chickens, ya'ni Kentucky qovurilgan jo'jalari degan ma'noni bildiradi. Mana shunday nom ham qo'yish mumkin. Endi sohasiga aloqasi bo'lmagan nomlar bor. Bu nomlar ham mashhur bo'ladi. Bu albatta mahsulotni nimaligini bildirishi shart emas yoki faoliyatingiz nimaligini bildirishi shart emas. Misol uchun Click bu brendda shu darajaga chiqdiki, hozir boshqa Click ilovasidan umuman boshqa ilovalar orqali to'lov qilsak yoki boshqa kartaga pul o'tkazadigan bo'lsak, plastik kartaga Click qilib ber deymiz. Menga Clickdan tushirib ber deymiz. Bu brend yuqori darajaga chiqdi. Bunga o'xshagan yana bir brend bu Akfa. Barcha alyumin eshik va romlar nima deymiz? Akfa deb nomlaymiz. Bunga misol uchun Bosch, Ford, McDonald'slar ham sohasiga aloqasi yo'q nomlar, lekin bular dunyoda sifatni belgisiga aylana oldi. Bu nimani bildiradi? Bu nom boshqa, brend boshqa narsa ekanini bildiradi. Brend bu odamlar siz haqingizda nima deyishi, siz qanday, sizni kompaniya, sizni mahsulotingiz qanday taassurot qoldirganingiz bu brend. Nom bu brend emas. Nom o'zgarishi mumkin. Emblem o'zgarishi mumkin, logotip o'zgarishi mumkin. Lekin brend bu odamlarda qolgan, mijozlarda qolgan taassurot bu. Xo'p, bularni bilib oldik. Endi qanday nom qo'yish kerak? Qayerdan ilhomlanish kerak? Ilhomlanish manbasini 5 ta manbasini topdim. Bundan ko'proq bo'lishi ham mumkin, ko'proq topishingiz mumkin. Tabiatdan olishimiz mumkin nomni, afsonalardan olishimiz mumkin yoki qandaydir so'zlardan qisqartma yasashimiz mumkin, qandaydir yangi so'z o'ylab topishimiz mumkin yoki shaxsiy ism, familiyalarni ham qo'yishimiz mumkin. Tabiatga misol, bu Apple kompaniyasi, Amazon kompaniyasi, Amazonka o'rmonlaridan, Amazonka daryosidan olingan. Qisqartmalar, misol uchun biz Finmaster ilovasini chiqarganmiz yoki Monoplane ilovasini chiqarganmiz. Bular ikkita so'zni birlashmasi. Inveyor so'zi, bular ikkita so'zni birlashmalari hisoblanadi yoki yangi so'z o'ylab topishimiz mumkin. Google, Kodakka o'xshagan. Masalan, Zifra so'zini mana shunday qildik. Boshqa so'zlarga ohangdosh bo'lgan tovushlarni almashtirib boshqa so'z chiqdi, betakror. Yana bir ismlar qo'yishimiz mumkin. Buni tushuntirishga hojati yo'q. Agar faoliyatingizni bildiradigan nomni topsangiz, bu qiyin. Bunaqa nom topish hozir qiyin bo'ldi, chunki juda ham kompaniya, juda ham mahsulot ko'payib ketdi. Globalizatsiya, chet elda bor bo'ladi bu nomlar, misol uchun chetga chiqaman deydigan bo'lsangiz, eksport qilaman deydigan bo'lsangiz, allaqachon bo'ladi. Bunday nom topish qiyin, lekin topsangiz yutasiz. Agar bunday nom topa olmadingiz, sohaga, mahsulotga aloqasi yo'q yoki bilvosita qandaydir assosiativ nom topdingiz. Bu nomning oldida albatta mahsulotni faoliyatini bildiradigan ikki og'iz, ikkita, uchta so'z, to'rtta so'z bo'lishi kerak. Masalan, biz Inveyor so'zini ishlatganda doim yonida sahifalarimizga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Inveyor IT dasturlash korxonasi deb qo'yamiz. Bu nimaligini bildirish uchun. Spotify ilovasi bor. Musiqa yuklaydigan ilova. Bu ilovada yonida Music for Everyone deb qo'yadi, ya'ni barcha uchun musiqa. Bu Spotify nomi musiqani bildirmaydi. Shuning uchun bu nimaligini 3 ta so'z bilan ifodalab beradi. Amazon so'zida esa A dan Yagacha barcha narsalar deb qo'ygan. Ya'ni magazinda barcha narsani sotamiz, istalgan narsani topishingiz mumkin. Va mana shunga o'xshagan shior, mana shunga o'xshagan brendni tushuntiruvchi ikki qator
bir qator so'zlar bo'lishi kerak. Qisqa xulosa, agar nomingiz mahsulot nimaligini aytsa, bu kerak emas. Agar mahsulot nimaligini nomingizdan tushunib bo'lmaydigan bo'lsa, bu qo'shimchani qo'shish shart. Aks holda mijoz bu nimaligini tushunmaydi. Qanday nomlarni qo'yish xato bo'ladi? Shu haqida gaplashaylik. Mijoz o'qib ham bera olmaydigan, aytib ham bera olmaydigan nom bo'lsa, mana shu noto'g'ri. Keyin trend nomlar bo'ladi. Ya'ni bitta yetakchi qurilish kompaniyasi bir qo'shimcha qo'shadigan bo'lsa nomiga. Misol uchun building degan qo'shimchani qo'shdi va boshqa kompaniyalar ham falondaqa building, pistondaqa building degan nomiga building so'zini qo'shib tashladi. Ko'payib ketdi. Yoki o'quv markazlari o'z vaqtida center so'zini qo'shgan. Bunaqa center, bunaqa center degan so'zlar qo'shildi, trend bo'ldi. Bunday trend nomdan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Chunki bu qo'ygan nomingizdan 5 yildan keyin uyalib qolmasligingiz kerak. Bu kompaniyani o'zi ochayotganda hech kim 1 yil, 2 yil ishlayman deb ochmaydi. Yangi mahsulot chiqarganda 1 yil sotib, keyin sotmay qo'yaman deb chiqarmaydi. Uzoq vaqtga mo'ljallab chiqaradi. 5 yildan keyin, 10 yil, 15 yildan keyin ham bu nom aktual bo'lishi kerak. Shuni hisobga oling. Keyin o'quv markazlar center, keyin education degan nom, keyin academy degan nom, akademiya degan nom qo'shish trend bo'ldi. Bu trendlardan iloji boricha qoching. Hozir kiyim do'konlarida brend so'zini qo'shyapti. Falondaqa brend, pistondaqa brend. Birinchi qo'shganlar balki betakror bo'lgandir. Endi bu juda ham ko'payib ketdi. Brend so'zi xuddi Ford so'zini oldiga Ford avtomobili, Toyota avtomobili, Toyota mashinasi degan so'zni qo'shmagan, to'g'rimi? Bu brend so'zini olib tashlasa ham bo'laveradi. Boshi betakror qismi qolsa, bu yetarli. Eng asosiysi, bu nomni to'g'ri tushunadimi? Odamlar to'g'ri talaffuz qila oladimi? Bu juda ham uzun emasmi? Mana shu savollar muhimroq trenddan ko'ra. Shuning uchun mana shu savollarga ko'proq e'tibor bering. Bir nom topgandan keyin bu ishlatilganmi, yo'qmi, qayerdan tekshirish mumkin? Birinchi o'rinda ijtimoiy tarmoqlardan tekshiring. Instagramdan, Telegramdan, Google qidiruv tizimidan tekshirib ko'ring, izlab ko'ring. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda sayt domeni. .uz zonasidagi domenni tekshirib ko'ring, .com zonasidagi domenni tekshirib ko'ring. Buni qayerdan tekshiraman deydigan bo'lsangiz, videoni quyida linklar qoldirib qo'yaman. Ana shu linklarga bosib kirib, tekshirib ko'rishingiz mumkin. Uchinchi eng asosiy joyi bu O'zbekiston Intellektual mulk agentligi, Adliya vazirligining qoshidagi. Ana shu yerda ana shu tashkilot patentlash bilan shug'ullanadi. Brendni ana shu tashkilotdan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu patentlab beradimi, yo'qmi? Yoki patent vakillari bor. Men o'zim hujjat ishini men tushunmayman deydi ko'p odamlar. Agar tushunmaydigan bo'lsangiz, o'zingiz tushunishni istamasangiz, vaqt sarflashni istamasangiz, patent agentlari bor. Ular tekshirib berishadi, lekin bu pulli xizmat. Yangi biznes boshlayotgan bo'lsangiz, yangi mahsulot chiqarayotgan bo'lsangiz va shunga nom izlayotgan bo'lsangiz, men sizga chin dildan ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Agar mana shu biznes mavzusi, biznesni avtomatlashtirish mavzusi sizga qiziq bo'lsa, albatta sahifamizga a'zo bo'lib oling. Agar savdo faoliyati bilan shug'ullansangiz, albatta Zifra tizimimizni ko'rib chiqing, quyida linklarni qoldiraman. Va bundan buyog'iga ham savdoda, biznesda, nafaqat savdoda, moliya haqida, IT yordamida avtomatlashtirish haqida videolarimiz chiqadi. O'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib yoqib qo'yishingizni tavsiya qilaman.